Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, Masjidun Nabaviydan, mana orqamizda Masjidun Nabaviy. Mana bu qibla tarafimiz. Qibla tarafning o'ng qo'lida bu burchakda masjid bor. O'sha masjidning ismi G'omama masjidi, ya'ni bulut masjidi deyshadi. Bulut masjidi deb nomlanganining sababi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha yerda istisqo namozlarini, Eid namozlarini o'qiganlar. Ya'ni biz bilamiz, payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridan Eid namozini yoki yomg'ir so'rab o'qiladigan namozlarni shahardan tashqaridagi alohida bir yerda o'qish asli imkoni bo'lsa, hozir shaharlar kengayib, shahar aholisi ko'payib, bu narsalar imkonsiz, odamlarga mashaqqat bo'lib qolganligi uchun masjidlarga ko'chib ketgan. Lekin asli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu Madinaning chekkasi hisoblangan G'omama masjidida istisqo namozini o'qiganlar. Namoz o'qiyotgan paytlari ustilarida bitta bulut soya qilib turganligi uchun bulut masjidi, ya'ni G'omama masjidi deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu masjidda namoz o'qib, bu masjidda Eid namozini ham mana shu yerda, masjidning o'rnida o'qiganlar. Bu yerga hattoki uzrli ayollarni ham bayramda ishtirok etishga chaqirilar edi. Ular namozga qo'shilmasa ham musulmonlarning bayrami bo'lgan Eid namozida, Eid bayramlarida hamma birgalashib bayram qilgan. Bayram kayfiyatini ulashish uchun atrofimizdagi miskinlar, dasturxoniga bayram taomlarini olib kira olmaydiganlarga bayram taomlarini ulashish uchun fitr sadaqalari joriy qilingan. Fitr sadaqa aynan o'sha sadaqani berdik, tugadi degani emas. Qo'limizdan kelsa undan ko'proq odamning oilasiga bayram shukuhini kirgizishimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatlarini bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatidan bo'ladi. Yon boshida mana bu tomonda ko'rilayotgan masjid, bu masjidning ismi Abu Bakr masjidi deyshadi. Bu masjiddan sal pastroqda Umar masjidi bor. Bu yerlar nega unday nomlangan? Orqarog'ida Ali roziyallohu anhu turib o'qiganlari bor. Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan keyin xalifa bo'lganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turgan maqomlarida turib o'qishga hayo qilganliklari uchun o'sha payg'ambar alayhissalomning joylarini biroz orqaga o'zgartirdilar. Ya'ni payg'ambar alayhissalomdan bir oz keyinroqda o'qidilar. Shuning uchun mana Abu Bakr roziyallohu anhu namoz o'qigan joylari Abu Bakr masjidi deb turib belgi qo'yib qo'yilgan. Bu masjidlarning ichida alohida o'qiladigan namozlar, bu yerda alohida qilinadigan bir narsalar yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlari turganda bu yerga kelib turib qo'shimcha bir narsalar qilinmaydi. Biz bilamiz, orqamizdagi masjiddagi savob bir rakat o'qilganiga 1000 rakatdan afzal bo'ladi. Faqat bu ma'lumotlar tarixni eslash bobidan beriladi. Bu yerlar tarix sifatida musulmonlarga, kelajak avlodlarga saqlanadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga yaxshiliklar bersin.